Tagi migrant bo'lgan Zohrin Mamdani Nyu-Yorkni hokimi bo'lib saylandi. ICE xodimlari tomonidan o'ldirilgan Carlos Jimenez ishi bo'yicha yangi ma'lumot chiqdi. Tramp ma'muriyati qochqinlarga beriladigan kvotalarni 2026-yilda kamaytirdi. AQShda IATlarni avtomatik tarzda cho'zdirish to'xtatildi. Rasmiy ma'lumot: 1-noyabrdan AQShga vizalarni olish tartibi o'zgartirildi. AQShning fuqaroligini olish uchun yangi test yo'lga qo'yildi. O'zbekiston AQSh fuqarolari uchun 30 kunlik bezvizaviy tizimni kiritdi. Chikagoda ICE xodimlariga kuch ishlatish cheklaydigan qaror uzaytirilishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 9-noyabr va odatdagi Uzbek State News loyihalarini sizlarga taqdim etamiz. Yangilarni boshlashdan oldin sizlardan iltimos, kommentariyada meni qaysi shahardan ko'rayotganingizni yozing. Rahmat. Birinchi yangilik Nyu-Yorkdan keldi. Bu yerda shaharning tarixida birinchi marotaba musulmon bo'lgan Zohrin Mamdani mer lavozimiga saylandi. Bu akamiz o'zi teylari hindistonlik bo'lganiga qaramasdan Afrikada tug'ilgan, Ugandada va yosh paytida ota-onasi bilan AQShga kelgan. O'z minnatdorchilik gapida u unga ovoz bergan o'zbekistonliklarga ham o'z minnatdorchiligini bildirdi. I speak of Yemeni bodega owners and Mexican abuelas, Senegalese taxi drivers and Uzbek nurses. Uning so'zlari bo'yicha Nyu-York immigrantlar bilan qurilgan. Immigrantlar hozir bu shaharda ishlab kelmoqda, rivojlantirmoqda va endi shaharni boshqaruvi ham immigrantlarga o'tmoqda. Albatta, ko'pchilikka bu akamiz yutgani yoqmadi va internetda shu prezident Donald Tramp bo'ladimi, boshqa shtatlar yoki davlatlarning rahbarlari o'z e'tirozlarini bildirishni boshlashdi. Siz bu haqida nima o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. ICE xodimlari tomonidan o'ldirilgan Carlos Jimenez ishida yangi bir ma'lumotlar paydo bo'ldi. Bu ma'lumotlarni shu Carlos Jimenezning oilasining advokati ommaviy axborotlarga tarqatdi. Uning so'zlari bo'yicha Carlos Jimenezga politsiya xodimlari orqa tomondan otgan. Bu ma'lumot shu rasmiy tergovga ICE xodimlaridan berilgan ma'lumotlarga mutlaqo noto'g'ri bo'lmoqda. Chunki ICE xodimlarining ma'lumoti bo'yicha aynan ICE xodimlari o'zini himoya qilish uchun shu Carlos Jimenezga nisbatan qurol ishlatishgan. Agarda hozir shu advokatning gaplari to'g'ri bo'lib chiqqan bo'lsa, bu degani aynan qochayotgan odamga ular orqasidan otishgan. Bu ma'lumot bu jinoyat ishini mutlaqo boshqa tomondan ko'rib chiqishga sudda yordam beradi. 2026-yilda Trampning ma'muriyati AQShni qochqinlarga beriladigan kvotalarni 7,5 minggacha qisqartirishdi. Bundan tashqari bu kvotalar birinchi bo'lib aynan Afrikadan qochayotgan oq aholiga tegishligi haqida rasmiy ma'lumot berishdi. Bundan tashqari aynan shu qochqinlarni vizalarni berish endi shu AQShning Go'z departamentidan yangi vakolatxonaga berilmoqda. Bu vakolatxona United States Department of Health and Human Services deyiladi. Endi aynan shu HHS vakolatxonasi aynan kimga shu qochqin vizalarini berish yoki bermaslikni hal qiladi. 30-oktyabrdan boshlab shu Employment Authorization Document, oddiyda aytganimizda IAT hujjatni shu cho'zdirish tartibi o'zgartirilmoqda. Ilgari bu hujjat avtomatik tarzda cho'zilardi. Endi esa bu tartibga o'zgartirishlar kiritildi. Bunga asos bo'lganligi shu Tramp ma'muriyatining qarori. Ular o'z o'rnida bu qarorga kelganligini shu nelegal migrantlar bu hujjatlar bilan foydalanayotganligi va tekshiruvsiz hujjatlarni cho'zdirish og'ir oqibatlarga olib kelayotganligini gapirib chiqishdi. Bunday harakatlar Tramp ma'muriyati bo'yicha AQShda xavfsizlik darajasini oshirishga yordam beradi. 1-noyabrdan boshlab endi AQShga immigratsion vizalarni olaman degan chet el fuqarolar faqat o'zlari turadigan joylardan olishga haqli bo'lishadi. Bu degani O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston fuqarolari faqat o'z davlatlarida endi shu собеседованияларdan, suhbatlardan o'tishlari mumkin. Eslatib o'taman, ilgari boshqa tizim qo'llanardi. Masalan, siz Rossiya, O'zbekiston, boshqa Qozog'iston fuqarosi bo'lsangiz ham AQShning boshqa davlatlardagi elchixonalarida shu suhbat o'tishga joy topsangiz, shu joyga borib
suhbatdan o'tishingiz mumkin edi. Endi 1-noyabrdan boshlab bu tizim to'xtatilmoqda. AQSh fuqaroligini olish uchun yangi test kiritildi. Yangi testda savollarning soni ko'paygan. Ilgari 100 ta savol bo'lardi. Bulardan shu 10 ta savoldan 6siga to'g'ri javob bersangiz, sizga AQSh fuqaroligi berilardi. Hozir esa 20 ta savoldan 12 ta savolga to'g'ri javob berish kerak. Va bu savollar USCIS xodimlari tomonidan ariza beruvchilarga qo'yiladi. Qachonki 12 ta savolga to'g'ri javob berilsa, o'shanda ekzamendan o'tgan deb hisoblanadi. Agar 9 ta savolga javob bera olmasa, testdan o'ta olmaydi. Xullas, agarda siz N400 formani 20-oktyabrdan keyin topshirgan bo'lsangiz, siz ham shu yangi tartibda shu testlardan o'tishingiz kerak bo'ladi. Meni ko'rayotganlar ichida bu testlardan o'tganlar bor bo'lsa, aynan AQSh fuqaroligiga ega bo'lganlar bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar, vaziyat qanday? Keyingi yangilik O'zbekistondan keldi. 1-yanvar 2026-yildan boshlab O'zbekiston AQSh fuqarolari uchun 30 kunlik bezvizaviy tartibni kiritmoqda. Eslatib o'taman, o'zi 2021-yildan boshlab aynan shu 55 yoshga to'lgan va turistik maqsadlarda O'zbekistonga kelgan AQSh fuqarolar 30 kun ichida bezviz yurishga haqli edi. Mana nihoyat endi bu tartib hamma AQSh fuqarolariga qo'llanadi. Niyat qilamizki, yaqin vaqtda shu AQSh hukumat tomonidan O'zbekiston fuqarolari ham uchun shu sal vizalar olish tartibini osonlashtirishadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Keyingi yangilik Chikagodan keldi. Bu yerda ICE xodimlarining vakolatlarini cheklashga qaratilgan qaror yaqin vaqtda cho'zaytirilishi mumkin. Bu haqida federal sudya Sara Ellis gapirib chiqdilar. Xullas, ICE tomonidan kuch ishlatish tartibi 19-noyabrgacha to'xtatilishi mumkin. Bu degani bu muddatgacha ICE xodimlari Chikagoda odamlarga nisbatan hech qanday keskin harakatlarni amalga oshirishga haqli bo'lmaydi. Odatdagi meni Chikagodan ko'rayotganlar bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar, vaziyat qanday? Hurmatli do'stlar, bugungi loyihamiz aynan shu yangiliklardan iborat. Savollaringiz bor bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.